Insoniyat tarixi davomida eng mudhish azoblar qanday yaratilgan? Qaysi usullar bugungi kungacha mavjud? Bugun sizni eng dahshatli qiynoq texnikalari bilan tanishtiramiz. Brazen Bull, misbuqa. Qadimgi Yunonistonda ixtiro qilingan bu qattiq qiynoq vositasi odamni ichkariga tiqib tagidan olov yoqilgan. Qaynayotgan mis ichidagi odam asta-sekin pishar va qichqiriqlari buqaning og'zidan hayvon g'ing'illashi kabi chiqardi. Breaking Wheel, g'ildirakdagi sindirish. O'rta asrlarda Yevropada odamlar bu g'ildirakka bog'lab suyaklari ketma-ket sindirilgan. Ba'zi insonlar esa bir necha kun davomida azobli o'lim topgan. Judas Cradle, Yahuda stuli. Bu metod juda vahshiyona bo'lib, odamni piramida shaklidagi o'tkir temir ustiga o'tkazishgan. Odam o'z og'irligi bilan uning ustida asta-sekin cho'ka boshlagan va uning ichki a'zolari yorilib ketib, u vahshiylarcha vafot etgan. Linching, ming kesim. Xitoyda ming kesim deb atalgan qiynoq odamni asta-sekin mayda kesiklar bilan o'ldirish edi. Har bir kesik unga alohida azob yetkazar edi. Waterboarding, suv bilan cho'ktirish. Suv bilan cho'ktirish zamonaviy dunyoda ham ishlatilgan qiynoq turlaridan biri. Odam yuziga mato qo'yilib va uning ustidan suv quyilgan. Nafas yetishmasligi sababli inson o'zini xuddi cho'kayotgandek his qilgan va shu tariqa o'lim topgan. White Room Torture, oq xona qiynoqlari. Oq xona azobi odamni yillar davomida to'liq oq xonada saqlash, oq devorlar, oq kiyimlar va hatto oq taomlar berilgan. Oq rang psixologik jihatdan inson ongini yemirib, aqldan ozishga sabab bo'lgan. Azob va qiynoq insoniyat tarixining eng qora bilimlaridan biridir va bugungi kunda ham mana shu uslublar ayrim joylarda yashirincha qo'llanilmoqda.